Bu mashinamizga RGB qilib farasiga lampalarni terib berdi okalar. Bitta ko'rib baho berasizlar. Hozir bu ko'ka va qizili. Buni pultdan xohlagan ranglarni qilsanglar bo'ladi. Bunga men kadrga qizil va ko'k qilib qo'yib qo'ydim. Zavod holatida chiqadi. Hamma bitta o'zingizlar baho beringlar. Ishga Amatdan chiqqan xudo xolasi. Atak ko'k rangini mumkin emas-u, lekin syomkalar uchun yaxshi ideya. Yokida qizil yaxshi chiqqan okalar, nima deysizlar? Ammo qizili. To'g'risini aytsam, menga qizil yoqadi. Nimagaki qizil haqiqatan bagati chiqadi. Lekin ko'k ham aktak nicho ekan okalar. Nima deysizlar? Qizil yaxshimi? Yokida ko'kmi? Deb baho berib qo'yasizlar ishga.